Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tog'alaridan edi. U kishi ashara mubashsharani biri. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga ota-onam fido bo'lsin ey Sa'd degan edilar. Ota-onasini fido qilgan edilar. Sa'd roziyallohu anhu boy, badavlat kishilardan edi. Bu kishi moli halol yo'l bilan topilgan edi. Masalan, tijoratlar bor, yiliga 13%, 14% foyda keltiradi. Ya'ni shunaqa tijoratlar ham bor, shunaqa bir firmalar bor, kompaniyalar bor, 200% foyda beramiz biz deydi. Ana shunday bir g'ayrioddiy foydani birov tavsiya qilayotgan bo'lsa, taklif qilayotgan bo'lsa, xushyor tortishlik kerak. Unaqa bo'lish qiyin. Unaqa bo'lish qiyin. Haligi haqiqatan katta foyda keltiradigan tijoratlar bor, ko'proq harom tijoratlar bo'ladi bular. Bu narsadan ehtiyot bo'lishlik kerak. Shuning uchun bir hikmat bor ekan, katta mol davlat egasi. Agar mana shu katta boylik shu egasiga davomiyligini, bir xillikni bermayotgan bo'lsa, tez muddatda arab tilida muflis deyiladi. Bir odamni qarasangiz birdaniga boyib ketdi tez muddatda va birdaniga yo'q bo'lib ketdi. Shu odamning pulida harom tijorat bor edi deb gumon qilinar ekan. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu boy badavlat kishi edi. U kishining tijorati halol yo'l bilan bo'lgan edi. Mana u kishi o'zining moli mulkini 3dan 2sini sadaqa qilmoqchi bo'lganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? An Sa'd ibn Abi Waqqasin qala adani nabiy sollallohu alayhi vasallam fi hajjatil vado min waja'in ashfaytu minhu ala al-maut. Hajjatul vadoda kasal bo'ldim, o'lib qolishga yaqin bo'ldim. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mening ziyoratimga keldilar. Men Rasulullohga, "Ya Rasululloh, ahvolimni ko'rib turibsiz. Badavlat odamman. Meros oladigan farzandim bittagina. Shuning uchun molimni 3dan 2sini sadaqa qilib yuboraymi?" dedim. Rasululloh yo'q dedilar. Men yarmini sadaqa qilib yuboraymi dedim. Rasululloh yo'q dedilar. Men 3dan 1ini sadaqa qilib yuboraymi dedim. Rasululloh 3dan 1 ham ko'p dedilar. Rasululloh aytdilar, albatta siz merosxo'rlaringizni odamlardan hojatlarini so'raydigan kambag'al holda qoldirib ketganingizdan ko'ra, ularni boy badavlat qilib qoldirib ketganingiz yaxshiroq dedilar. Qaranglar, sunnatda shunday ekan. Siz o'zingizni moli mulkingizni 4dan 1dan ortiqchasini ihson qila olmaysiz ekan. Islomda rahmatligini qarang. Senlarga hech narsa qoldirmayman, hammasini sadaqa qilib ketaman deyishlikka otani haqqi bo'lmas ekan. Chunki farzandning haq-huquqi bor ustida. Shuning uchun masjid qurmoqchi bo'lsa bir odam, yetim yesirlarga infoq qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, pulini 4dan 1dan ko'pini sarflashga haqqi yo'q. 25% sastayaningizni infoq qilishingiz mumkin. Chunki payg'ambarimiz aytibdilar, 3dan 1 ham ko'p. Mabodo kimdir shu narsani niyat qilib qo'ygan bo'lsa, bilib olsin shu narsani 4dan 1dan oshig'ini sadaqa qilishlikka haqqingiz yo'q. Chunki siz infoq qilmoqchi bo'lgan kambag'al kishi, unga sizdan boshqalar ham ihson qilishi mumkin. Ammo oilangizga faqat siz sadaqa qilasiz. Siz saxovat ko'rsatasiz. Shuning uchun birinchi haqdorlar kim ekan? O'zingizning oila a'zolaringiz. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu payg'ambarimiz bashorat berganlaridek jannat ahllaridan. Ashara mubashsharaning biri. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekanlar, ularga qarab aytdilar: "Hozir sizlarning yoningizga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi." Hamma sahobalar har tomonga qarab qolishdi. Kim kelarkin? Kim kelarkin? Shunda Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu kirib. Sahobalardan biri aytadi: "Sa'd ibn Abi Waqqasni jannatiy bo'lishiga sabab bo'lgan bir qandaydir maxfiy ishi bor bo'lsa, shuni o'rganadi" dedi, erchib oldi. Xullas, qanaqa ishingiz bor biz bilmaydigan deb so'raverdi. Oxiri Sa'd ibn Abi Waqqas aytdi: "Hammalar qiladigan ibodatni qilaman men ham. Namoz o'qiyman, ro'za tutaman, ko'zimni tiyaman. Undan tashqari bironta musulmonga nisbatan qalbimda gina kuduratim yo'q. Hasadim yo'q. Qalbim toza." Dinimiz birodarlar ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyuradi. Va qado robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Alloh taolo yolg'iz o'zigagina ibodat qilishlikni va ota-onaga yaxshilik qilishlikni buyurdi. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu bilan onasi o'rtasida kechgan voqea. Birodarlar, ota-onaga yaxshilik qilishlik dinimizning buyrug'i. Chunki ularni rozi qilsak, Allohning roziligi bor. Ammo ba'zida ko'ramiz, ota-onamga itoat qilyapman, Allohni rozi qilyapman deb ayrim farzandlar gunoh, ma'siyatda ota-onasiga itoat qiladi-da, Allohga osiy bo'ladi. Ota-onani boshimizga qo'yamiz. Ota-ona g'animat. Ota-ona boshimizga qo'ngan qushdek bir rat uchib ketib qolishi mumkin. Ammo shu ota-onani gunoh, ma'siyat ishga buyurayotgan paytda unga itoat qilmasligimiz ayni birrul volidayn bo'ladi. Aksincha gunoh, ma'siyatga buyurganda xo'p deb shuni qilishligimiz Allohga bo'lgan osiylik bo'ladi. Aroq olib kel ber deydi. Yoki aroq chekamiz men bilan o'tir deydi. Harom ishga buyuradi.
Ol nardan ot tashlab o'tiramiz deydi. Mana shu o'rinda itoat qilmaslik kerak bo'ladi. Sa'd ibn Abi Waqqosning onasi. Sa'd roziyallohu anhu Makka ahli ichida, Makka yigitlari orasida onasiga eng chiroyli muomala qilishligi bilan mashhur bo'lgan edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashib, Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu musulmon bo'lganida onasi diningdan qaytasan, bo'lmasam ovqat yemayman, suv ichmayman, ochlikdan qiynalib o'laman va malomatga qolasan dedi. Haqiqatan shu so'zda turib oldi. Sa'd ibn Abi Waqqos bu ishidan qaytarmoqchi bo'ldi, ammo foyda bermadi. Bir necha kun ovqat yemadi, suv ichmadi, holidan qolib yiqildi. Shuni onasini qaysarligini ko'rgan Sa'd roziyallohu anhu kelib aytdiki: "Ey onajon, Allohga qasam, bilib qo'yingki, agar sizda 100 ta joningiz bo'lib, har kuni bitta bo'lib chiqib ketadigan bo'lsa ham, Muhammadning dinini tark qilmayman" dedi, sallallohu alayhi vasallam. "Va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Robbimiz bizga ota-ona bilan, ota-onaga yaxshi muomala qilishga buyurgan va gunohga buyursa nima qilishimizni ham o'rgatgan. Agar ular, ya'ni ota-ona, seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, u holda ularga itoat etma. Ularga garchi kofir bo'lsalar-da, dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin. Gunohiga itoat qilmaymiz. Sa'd roziyallohu anhuning onasi shirkka, kufrga buyurgan edi, itoat qilmadi. Va qado robbuka alla ta'budu illa iyya. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishga buyurdi va ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Alhamdulillah, endi bizning ota-onalarimiz gunoh ma'siyatga buyurmaydi. Mabodo buyursa, ilmsizligidan buyurayotgan bo'ladi. Endi bolam nima qilamiz endi? Shu zarur bo'lib qoldi-da, bankdan pul olmasak bo'lmaydi-da, deyapti. Shu aroqni do'konga qo'ymasa klient kirmayapti-da, desa shu yerda itoat qilinmaydi. Faqat o'sha itoat qilmaslik ham birodarlar odob bilan bo'lishlik kerak. Baqir-chaqir qilmaslik kerak. Chunki la ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osiy bo'linadigan o'rinda mahluqqa itoat qilinmaydi. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu ni Kufaga vali bo'lishligi. Xalifa Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu sahobani Kufaga vali qilib tayinladilar. U kishi Kufani obod qilishga kirishdi. Imoratlar qurdi. Obod qilayotgan paytda mana shu paytda Kufa ahli xalifaga maktub yozib shikoyat qilishdi. Namozni chiroyli o'qib bermaydi bizga, deydi. Rasulullohning sahobasi o'qiyotgan namozni Kufaliklar nima deyapti? Sa'd ibn Abi Waqqos kulib, "Vallohi men ularga Rasulullohning o'qib bergan namozini o'qib beraman. Avvalgi 2 rakatni uzoqroq qilib o'qiyman, keyingi 2 rakatini qisqaroq qilib o'qiyman." Amirul Mo'minin Madinaga chaqirdi Sa'd roziyallohu anhu ni. Keldi, so'roq savol bitgandan keyin yana qaytib borib valiligingizni qilavering dedi. Shunda Sa'd roziyallohu anhu unamadi. Kulib, "Namozni yaxshi o'qib bermaydi deydigan odamlar oldiga qaytib boraymi?" dedi. Madinada qolishni ixtiyor qildi, Madinada qoldi. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu ni mana o'tgan darsimizda o'tib o'tdik. Qodisiya jangida amir bo'lganligini aytdik. Umar ibn Xattob u kishini amir qilib tayinlagandan keyin qilgan vasiyati bor ekan. Hali faxrlanish bo'ladi-yu, palonchi qorin bolasiman, palonchi eshonni nevarasiman, haligi nasl-nasabda albatta yaxshi, solih insonlarda zurriyati bo'lganligingiz yaxshi, ammo sizga bu narsani qiyomat kunida foydasi bo'lmaydi. Ularning qilgan amali o'zi uchun, sizni ham qilgan amalingiz o'zingiz uchun. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu Rasulullohning tog'asi edi. Nimada vasiyat qildi? Onasining bolasi Sa'd. Rasulullohning tog'asi, Rasulullohning sahobasi deyilishligi seni g'ururga ketkizib qo'ymasin. Albatta Alloh yomonlikni yomonlik bilan yuvmaydi. U zot yomonlikni yaxshilik bilan yuvadi. Alloh bilan birovning o'rtasida u zotning toatidan o'zga nasab yo'q. Odamlarning barchasi Allohning dinida tengdirlar. Ular u zotning bandalaridir va u zotning huzurida ofiyat ila fazl toparlar. U zotning huzuridagi narsani u zotning toati ila olarlar. Nazar solib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lozim tutgan ishni o'zingga lozim tut. Ya'ni kerilma degani. Kerilma degani. Bilasizlar, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu vafotidan keyin Usmon roziyallohu anhu xalifa bo'lgan va Usmon roziyallohu anhu davridan fitnalar boshlangan. Shu fitna juda ko'p sahobalarning qatl bo'lishiga, musulmonlar orasida juda ko'p qon to'kilishiga sabab bo'ldi. Fitna. Al-fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadaha. Rasululloh aytdilar, fitna musulmonlar o'rtasidagi bir g'alvani boshlanishligi, tinchlik yo'qolishi fitna. O'zi uxlaydigan narsa bo'ladi. Demak, kimdir uyg'otadi uni.
Agar uyg'otmasa uxlaydi fitna. La'anallohu man ayqada. Uni kim uyg'otsa Allohning la'nati bo'lsin. Rasululloh la'natlaganlar, fitna qo'ziyotganlarni. Usmon roziyallohu anhu xalifa bo'lganidan keyin Sa'd roziyallohu anhuni yana Kufaga vali qilib tayinladilar. Sa'd roziyallohu anhu Kufada bir muddat vali bo'lib ishlab turdi. Orada ixtilof chiqqanda Usmon roziyallohu anhu Sa'dni yana ishdan oldi. Shundan keyin u Sa'd ibn Abi Waqqos hech qanaqa ishlarga aralashmay qo'ydi. Usmon ibn Affon davridagi mashhur fitna boshlaganida Sa'd roziyallohu anhu uydan chiqmay qo'ygan edi. Yana yaqinlari yu bola chaqalar yonida turib, shu fitnalar haqida gaplashishini ham xohlamagan edi. Bir kuni ana shu fitna rosa avjiga chiqqan paytda Sa'd roziyallohu anhuning oldiga jiyani keldi. Hishom ibn Utba ibn Abi Waqqos. Bu fitnalardan xabarlar bor. Usmon ibn Affon o'ldirilgandan keyin Ali ibn Abi Talib bilan Muaviya ibn Abu Sufyon o'rtasida bo'lgan fitnalar kelib aytdiki, Hishom ibn Utba ibn Abi Waqqos, "Ey amaki, mana 100 mingta qilich turibdi. Sizni hukmingizga shay. Mana shu ishga sizni haqli deyishyapti. Ya'ni xalifa bo'lishlikka sizni haqli deb 100 mingta qilich turibdi." Sa'd roziyallohu anhu qarab turib, "Men mana shu 100 ming qilich ichidan bitta qilich bo'lishini xohlayman. Qanaqa bo'lsin u qilich? Agar u bilan mo'minni ursam, hech narsa qilmaydigan bo'lsin, agar kofirni ursam, kesadigan bo'lsin. Shunaqa qilich topgan olasizlarmi?" Jiyani Sa'd roziyallohu anhuni maqsadini tushundida chiqib ketdi. Fitna bo'ladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, shunda yurgan odamdan ko'ra fitnaning ichida turgan odam afzal. Turgan odamdan ko'ra o'tirgan odam afzal. Ya Rasululloh, fitna bo'lsa nima qilaylik? Uylarga kiringlar, qilichinglarni toshga urib o'tiringlar. Ya'ni o'tmas qilinglar, bironta musulmonni chopib qo'ymanglar. Ya Rasululloh, agar uyimizga kirib o'tirganimizda ham fitna qo'ziyotganlar biz bilan chiq desa, agar chiqmasak qatl qilamiz desa, nima qilaylik? Allohning maqtul bandasi bo'l, qotil bandasi bo'lma dedi. Tushunarlimi? Bu fitna bo'layotganda musulmon shunaqa ehtiyot bo'lish kerak. Endi fitnani qo'ziyotganlar nima bo'ladi? Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu bilan Muaviya ibn Abu Sufyon o'rtasida bo'lgan ishlar nihoyasiga yetdi. Ish Muaviya ibn Abu Sufyonni xalifa bo'lish bilan tamomiga yetdi. Muaviya ibn Abu Sufyon xalifa bo'ldi. Keyinchalik Sa'd roziyallohu anhu oldida turib aytdiki, "Nima uchun dedi, biz bilan birga yurib jang qilmadingiz? Axir Alloh taolo Qur'onda, ey mu'minlar, agar mu'minlardan bo'lgan ikki toifa bir-biri bilan urushib qoladigan bo'lsa, darhol ularning o'rtasini isloh qilinglar. Endi agar ulardan biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuzkor toifa Allohning amriga qaytgunicha sizlar tajovuz qilgan toifa bilan urushinglar" degan-ku. Men tomonda ham turmadingiz, Ali tomonda ham turmadingiz. Sa'd ibn Abi Waqqos javobini qarang. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Harun Musoning huzurida qanday manzilatda bo'lsa, sen mening huzurimda shunday manzilatdasan. Faqat mendan keyin nabiy bo'lmaydi degan kishiga qarshi jang qilishni to'g'ri deb bilmasdim. Rasululloh bu hadisini kimga aytgandilar? Musoning huzurida Harun qanday martabada bo'lsa, sen ey Ali, meni huzurimda shunday martabadasan, faqat mendan keyin nabiy yo'q deb Rasululloh Aliga aytgandilar. Bunaqa odamga qarshi qilich ko'tarishni to'g'ri deb bilmagandim dedi. Ana birodarlar, fitna bo'lganda qanday ish tutish kerak? Sahobalardan o'rganishimiz kerak. Qo'zish kerak emas fitnani. Kimdir fitna qo'zimoqchi bo'lib gap tashib yurgan bo'lsa, uni odamlar orasida yayish kerak emas, to'xtatib qo'yishga harakat qilish kerak. Rosa yomonladi falonchini. Eshitib o'tirdingiz. Rosa o'zini haqligini gapirdi. Eshitib o'tirdingizda ayting oxirida. Buncha narsani bilar ekansan, narigi odam sen aytgan narsalar bilmaydi. Yur borib o'ziga aytaylik. Axir musulmon o'ziga yaxshi ko'rgan narsani nima qilish kerak? Ravo ko'rish kerakmi? Yur, o'sha sen yomon deyotgan odam oldiga borib ayt shu gapni. Bunchalik ilmli ekansan, bu odamlar bilmas ekan bu narsani, yur borib aytaylik desiz, unamaydi. Bo'lmasa ayting, birodar, mayli seni vaqting yo'q ekan, to'g'ri tushundim. Endi men borib aytaman. Toki chaqimchilik bo'lib qolmasin, senga aytib qo'y. Bu nasihat ma'nosida boraman, palonchi aka, mana odam sizni manaqa deyapti deb aytaman deyinda nima der ekan. Mana shu fitnani yopish bo'ladi. Sa'd roziyallohu anhuning vafoti. 54-hijriy sanada Madinaning chetidagi Aqiq deb nomlanadigan joy. 80 dan o'tgan Sa'd ibn Abi Waqqos safariga hozirlanmoqda. Oxirgi safari. U kishining o'g'illari mana shu hozirlik haqida shunday deydi. Otamning boshi quchog'imda edi. U kishi jon taslim qilmoqchi edilar. Men yig'ladim. Otam, "Nima yig'laysan o'g'lim? Albatta Alloh meni hech azoblamaydi. Men ahli jannatlardanman" dedilar.
So'ngra u kishi sandiqqa ishora qildilar. Uni ochishdi. Ichidan eskirib ketgan bir ridoni olishdi. Sa'd roziyallohu anhu ana shu ridoimga meni kafanlaylar. Badr kunida mushriklar bilan jang qilganimda mana shu ridoni kiygan edim va mana shu kun uchun uni saqlab qo'yganim dedilar. Sa'd ibn Abi Waqqos aytdilar: "Menga lahat qazinglar. Ustimga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qilinganga o'xshab g'isht qilinglar" dedi. Sa'd ibn Abi Waqqos omonatni topshirdi. Vafot etdi bu ulug' sahoba. Ashara mubashsharaning oxirgisi shu kishi edi. Tirikligida jannatni xabarini eshitgan 10 ta sahobaning oxirgi vafot etgani Sa'd ibn Abi Waqqos edi. Hatto ayrim olimlar aytadi, muhojirlardan oxirgi vafot etgan kishi ham Sa'd ibn Abi Waqqos edi deb aytadilar. Sa'd ibn Abi Waqqosning janozalarini Marvon ibn Hakam o'qidi. U kishining pokiza jasadlari Jannatul Baqi qabristoniga dafn qilindi. Alloh azza va jalla bu kishilarni hayotini o'qib o'rganib, ibrat olishimizni barchamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.